Assalomu alaykum. Ular mana shu 310 eshiklar. Ey ular Madina munavvaradagi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidlari bo'lmish Nabaviya masjididan 310 eshigidan chiqqanimizda sizlarga bir haligi joyi bir makonni ko'rsataman. Ushbu joy qarangki, qirg'oqlar aylanib o'ralgan joy. Qurilishlar hech qaysi bir qurilish mana shu qurilish singari, binoni singari Masjid Nabaviyaga yaqin kelmagan ekan. Bunisi sababi mana shu joy, mana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madina shahriga, ya'ni oldingi Yasrib degan shaharga kelganda yer bozorcha bo'lgan. O'sha bozorcha bo'lganligi uchun o'sha paytda hadis ham bor ekan. Buni ham bu yerga hech kim tegilmasin va bu yerdan ijara haq olinmasin degan hadislari, aytgan va'dalari sabab bu yerga umuman qurilish qilingan. Bu yer mana shu maydoncha ochiq qolgan. Hozirda bu yer ham qisqacha bozorchilar, mana bularning dam olish joylari qo'yilgan. Mana shu ularga Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga qo'yilgan boshqa. Keyin bu yerda yana Buyut masjid ham bor. Shu yo'nalishimiz bo'yicha shu 309-eshikdan chiqib, 309-eshikdan chiqsangiz ham bo'ladi, 310-dan chiqib mana bunisi o'sha Buyut masjidi, mana Anvar radhiyallohu anhuga bo'lgan masjid. Yo'lda Umar bitta ko'chaga to'g'ri kelasiz. Mana hozir chiqib boramiz o'sha ko'chaga. Bu masjidga borib kelish. Mana shu ko'chadan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Quba masjidiga borganlar. Demak 309-eshikdan chiqaverishdi. Chiqasiz, chiqqaningizda kelsangiz to'g'ri yo'lak ana shu yoqqa olib ketadi. Mana bu yerda aravachalar bor. Bu yerda umuman transport vositasi bo'lmaydi. Ya'ni bu ko'cha Shayx Abdul Aziz ibn Sufyan ko'chasi. Endi sizga yana bitta mana shu ko'chadan ko'rib qo'yamiz biz ham. Sunnatga amal qilgan holatda. Alloh taolo bizni ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnatlariga muvofiq bizga ham ana shu Quba masjidiga borib rakat namozi o'qib kelishlikni nasib qilsin. Bizlarga ham shuni tilaymiz. Mana shu ko'cha mana mana shu ko'cha to'g'ri 3 kilometr, 4 kilometr atrofida Qubaga olib boradi. Endi bir soat o'tib bu Quba masjidi. Mana endi Hasan ibn Ali ko'chasida, bu ko'cha haqida aytmaslik. Mana shu ko'chada mana bu ko'chada mana bu masjid joylashgan. Mana shu masjid Umar roziyallohu anhu uylari o'rniga qo'yilgan masjid. Şunu önce bir ta'mirlashgan qo'yilyapti. Masjid bu keyin
Masjidlardan var. Bu ajoyib masjidlar. Yo'l orasiga ajoyib bir narsani ko'rib qoldim. Masjidni shunday saqlab turish kerak. Oralaridagi yog'ochlar ham qolgan ekan. Qaranglar.